Assalomu alaykum hammaga. Bugun psixoterapiya haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'p bemorlar telefon qilishadi, psixoterapiya haqida so'rashadi. Nima o'zi bu? Qanaqa ukollar yozasiz? Qanaqa dorilar yozasiz? Borib yotish kerakmi? Qanchada davolanadi? Narxi qancha? Boshqa shu haqida savollar berishadi. Psixoterapiya bu, ya'ni psixologik terapiya. Ya'ni invaziv emas, ya'ni sizga ukol, dori yoki shunga o'xshash narsalarsiz, faqatgina sizni miyangizdagi fikrlar bilan, o'sha miyangizdagi fikrlar bilan ishlaydigan psixoterapiya. Psixoterapiyani juda ko'p usullari, juda ko'p metodlari mavjud. Shu paytgacha dunyo olimlari juda ko'p inson miyasi bilan, inson fikrlari bilan ishlaydigan psixoterapiya usullarini o'ylab topishgan. Bularga misol qilib aytadigan bo'lsangiz, mana ko'p eshityapsizlar hozirgi kunda CBT terapiya deydi, ya'ni cognitive behavioral terapiya, aqliy xulq-atvor terapiyasi. DBT terapiya deydi, dialektikal xulq-atvor terapiyasi. Yoki sxema terapiya deydi. Mana shu terapiyalar aralashgan holatda aralashgan terapiya. Gestalt terapiya deydi. Gipnoterapiya deydi. Va bunga o'xshagan art terapiyasi, terapiyalar soni juda ko'p. Juda ko'p. Endi har bir psixoterapevt o'z terapiya usuli mavjud, har bitta psixoterapevtni. Kimdir CBT bilan ishlaydi, kimdir Gestalt bilan ishlaydi, kimdir yana shaxsga yo'naltirilgan terapiya va boshqa terapiya usullari mavjud. Shunga qarab, har bir psixoterapevtni bemorlariga beradigan natijasi ham farq qiladi. Kimdir, masalan, kognitiv behavioral terapiya bilan ishlaydigan bemorlarda birozgina psixoterapevtlarda bemorlarning natijasi birozgina uzoqroqqa cho'ziladi. Ya'ni vaqt davomida bemor asosan o'zi ana shu psixoterapevt bergan maslahatlar va ko'rsatmalar asosida harakat qilishi va ana shu qo'rquvdan chiqishiga o'zi ko'proq nima deydi? Harakat qilishi lozim. Boshqa terapiya usullari ham mavjud. Masalan, men ishlaydigan terapiya xotira o'chirish orqali ishlanadi. Ya'ni siz mana shu nevroz holatiga tushgan triggerli xotiralaringiz va hozirgi bo'layotgan simptomlaringiz miyaga o'rnashib qoladi. Mana shu holatni miyadan o'chirish orqali sizga nima desa bo'ladi, davo berishga harakat qilamiz. Yana bir narsa, psixoterapiyada ham yoki farmakoterapiyada ham yoki tibbiyotda ham insonlar individual deyiladi, ya'ni yaxlit alohida, hamma alohida. Sizga yoqqan hid boshqa insonga yoqmasligi mumkin, sizga yoqqan rang boshqa insonga yoqmasligi mumkin, sizga yoqqan dori boshqa insonda allergiya berishi mumkin. Shuningdek, psixoterapiya ham xuddi shunday. Psixoterapiyada ham hamma har xil holatda keladi. Kimdirdir tasavvur xotirasi juda ham tiniq, mana shu qo'rquvlarni juda tez keltirib, tezroq yo'qotadi. Kimdir ozgina miyada ham qandaydir o'zgarishlar yoki boshqa holatlar bo'ladi, bu sekinroq amalga oshadi. Yoki kimdirdir irodasi pastroq, ishonchi pastroq bo'ladi, tuzalamanmi, tuzalmaymanmi degan ikkilanish bilan davolash davomiyligini biroz cho'zishi mumkin. Kimdir bor umidi, bor harakati, bor kuchini yig'ib keladi, tezroq tuzalishi mumkin. Shuning uchun vaqt davomiyligi hammada har xil holatda kechadi va 100% garantiya bera olasanmi deyish ham bu holatda noto'g'ri, chunki psixoterapiya hammaga har xil ta'sir qiladi. Psixoterapevt esa bir xil metodikani qo'llaydi. Sizga boshqa, bunga boshqa emas. O'sha nevroz holatdan chiqaradigan metodikani, ya'ni texnikani qo'llaydi, lekin kimdadir tezroq, kimdadir sekinroq ishlashi mumkin. Va shu o'rinda yana aytib o'tishim kerak, psixoterapiya nega qimmat? Psixoterapiya qimmat, biz doktorlarda arzonroq davolanadi yoki pulim qolmadi, u shuncha yildan beri hech balo hamma narsa xuddi mashinani puli ketdi yoki bitta uyda puli ketdi degan holatlar bo'ladi. Psixoterapiyani qimmatligiga keladigan bo'lsak, psixoterapevt siz bilan kamida 1 soat ishlaydi. 1 soat. Bo'lmasa 1 soat, 1,5 soatga cho'ziladi. Chunki sizni
birinchi o'rinda nimalardan qo'rqqaningiz, nimalar ta'sirida nevroz bo'lgani, hozirgi kunda nimalar bo'layotganini aniqlashi va har bir holatga bittadan yondoshib, sekin astalik bilan yo'qotishi lozim. Bu farmakoterapiya emas. Yaxshilab diqqat qiling. Shifokorga boradigan bo'lsangiz, shifokor nari borsa 5-10 daqiqa, juda cho'zilib ketsa 15 daqiqa sizni ko'rigidan o'tkazib, sizga retsept yozib beradi. Qaysi dorini qanchadan ichishingiz haqida. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. 1 soat ichida o'sha shifokor nechta bemor qabul qilishi mumkin? O'ylab ko'ring, o'rtacha 10 daqiqadan qabul qilyapti. Siz mana nevroz holatda nervpatologga boradigan bo'lsangiz, holatingizni eshitdi, demak, mana shu holatlarni tinchlantiradigan, pasaytiradigan, yaxshilaydigan antidepressantlar yoki neyroleptiklar yoki shunga o'xshash dorilarni yozib berdi. Borada 5 ta, 10 ta dori yozib beradi. Bunga esa borsa 10 minut, 15 minut vaqt ketadi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. O'sha nervpatologga borayotgan yoki berayotgan plyusda psixoterapevt puli bilan solishtirishni iloji yo'q. Chunki siz u yerda 10-15 daqiqa bo'lyapsiz. Psixoterapevt huzurida esa 1 soat, 1,5 soatdan siz band bo'lasiz. O'sha psixoterapevt siz bilan band bo'ladi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bitta psixoterapevt bir kunda maksimal ko'rganda qancha odam ko'ra oladi? O'sa 5 ta yoki 6 ta. Bu ham maksimal holatda, ya'ni orqama-orqa har bir odam kelsa. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Hamma ham ertalab soat 8 dan kelishga imkoni yo'q. Hamma ham kechqurun 5-6 da kelishga imkoni yo'q. Birinchisi. Ikkinchisi, narxiga keladigan bo'lsak, narxini o'zingiz bir solishtirib qo'ying. Agar psixoterapevt ham 1 soatda 4 tadan yoki 6 tadan odam qabul qiladigan bo'lsa, u ham narxini tushirishi mumkin. Lekin psixoterapevt ham o'sha shifokordaqa bilim olgan, ta'lim olgan, ana shu psixoterapiya usullarini o'rganishga ma'lum darajada vaqt sarflagan, pul sarflagan. Shuni hisobga olib, psixoterapiya bir muncha qimmat hisoblanadi. Va bundan tashqari, pulli omildan tashqari yana bir narsa bor. Psixoterapiya, psixologiya mana shu holatlarda bemorlarda siz sezmagan aurasi bo'ladi. Ya'ni o'zingizga bilinmaydi, lekin psixoterapevt yoki psixologga bu xohlasangiz, xohlamasangiz ta'sir qiladi. Ya'ni o'zbekchasiga aytadigan bo'lsa, yuki bor deydi. Mana shu yuk, energiya, ya'ni salbiy energiya psixoterapevt yoki psixologga o'zi xohlasa, xohlamasa ta'sir qiladi. Va siz aytayotgan dardingiz, siz aytayotgan holatingiz unga ham ma'lum miqdorda o'tadi. Uni ham sog'lig'iga qaysidir ma'noda zararlari bor. Shu tomonlarni ham o'ylanglar, hurmatli bemorlar. Tushunaman. Siz psixoterapevtga kelguncha juda ko'p shifokorlarga uchradingiz, juda ko'p davolandingiz, juda ko'p amaliyotlar, qandaydir tekshiruvlardan o'tdingiz. To'g'ri, pulingiz ketgan, ancha-muncha pulingiz ketgan. Lekin psixoterapevt ham mana shu soha orqali pul topadi. Mana shu soha orqali farzandlarini boqadi. Mana shu sohada, mana shu narxni sizga qo'ygunicha, mana shu narxni sizga aytgunicha, bu ham qiynalgan, vaqt sarflagan, pul sarflagan, o'zini sog'liqdan yoki vaqtidan qaysidir ma'noda ketgan hisoblanadi. Shu tomonlarni ham hisobga olishlaringni iltimos qilardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada kutaman.